Dunyoda yagona Realga comebackga imkoniyat bermaydigan klub rostdan ham Barselona, chunki Barsa Realni hammadan yaxshi biladi. Realning ruhiyatini biladi, Realning nafas olishini biladi, Realga qanday munosabatda bo'lish kerakligini biladi. Realni vaqtida o'sha chopmasa, joyida chopmasa, ikkinchi bo'limda chiqadi, 2-0 hisobda oldinda chiqib ketgan. 3-golni urishga harakat qiladi Barselona. Hech qanaqasi 2-0 ni ushlash uchun o'ynamaydi, chunki Real baribir Barselona bo'ladi, boshqa jamoa bo'ladi, comebackga harakat qiladi va gollarni juda oson topadi. Real futbolchilarida zamonaviy futbolning taktik ko'rsatmalari yo'q. Ikkita futbolchi borib turib Vinicius bilan Benzema nimalar qilib tashlashayotganini ko'ryapsiz. U yerda qanaqa taktika harakatlar bo'lishi mumkin? O'ng tomondan kirganda Rodrigo bilan qanaqa paschalar bilan o'ynab turib, rikoshetlar bilan to'pni hamma cho'chishni boshladi. U yerda taktika yo'q. Real xaosni vujudga keltirib, xaosning ichida o'zining foydasini olib chiqish immunitetini shakllantirdi. Bunga ham bir 5-6 yil bo'ldi. Juda qiziq, Realning pozitsiyasi qiziq.